Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi ishimizni Namangan viloyati Chortoq tumaniga yo'naltib berdik. Bu ishimiz uzunligi 4,5 metr bu tomoni. Bu tomonga qaytishi 2,5 metr. Valisokdan chiqishi 2 metr. Bu ishimizni asati akrilik. Chekalar rezинный profikironka. Bu yerda valisokasi bor. Yonida xonadonga joy tashlab qo'yganmiz. Mana ko'pgina funksiyali moykasi bor. Ichida musor paqalari bor. Ardonchilik, bu chekkasi ham bor buning ichida. Bunda targosi ham bor mana. Keyin yana duxovka, gaz, bitishga, yana vanistoyka, fasonlar plafon fason. O'sha 9 metr bo'ldi. Buni metrini 2,7 million yasab berdik. Hamma yo'q ichida bo'ldi. Ustunovkasi, hamma narsasi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadi.